بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hammamiz uchun ushbu Zulhijja oylarini avvalgi 10 kunlari, yaqinlashib kelayotgan Arafa va Qurbon hayit bayram kunlari va Sayyidul Ayyom Hajjul Masokin juma kuni hammamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo siz bizga ushbu ulug' kun, ulug' dahalarda qanday yaxshilik, barakot, savob, rahmatlarni iroda qilgan bo'lsa, barcha yaxshiliklardan Alloh hammalarimizni nasibador aylasin. Alloh taoloni bayti sari bosgan qadamlarimizga ajrlar, savoblarni ato aylasin. Zimmamizga yuklatilgan farz bo'lgan juma namozini xolis faqat o'zini roziligi uchun ado qilib, gunohlari kechirilgan va ibodatlari qabul bo'lgan holatda qaytmoqligimizga Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Bugungi sizlar bilan suhbatlashadigan mav'izamizning mavzusi qurbonlik fazilati va uning hukmlari deb nomlangan. Qurbonlik qilishlikni fazilati va uni fiqhiy masalalari, qonun qoidalari, hukmlari to'g'risida inshaalloh bugun suhbatlashgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo insonlarni tepasiga, ya'ni ularni dunyoda qiladigan amallarini, bajaradigan ibodatlarni har turli qildi. Faqat bir xil ibodatdan iborat emas din ahkomlari. Uning ichida har xillik bor. Namoz ro'zadan farqlanadi, ro'za zakotdan farqlanadi, zakot hajdan farqlanadi. Shu kabi bir jonliqni Allohning yo'lida so'yishlikni Alloh taolo ibodat darajasiga ko'tardi. Bir jonliq, shuni so'yasiz, shu Allohning yo'lida ibodat. Bu ulug'larimiz aytadilarki, yaxshi ham Alloh subhanahu va taolo mehribonchiligi bilan dinni o'zi tuzib, o'sha jannatga olib boradigan bandalikni nima qilsa bajo keltirishlik yo'llarini tag'in ham o'rgatib qo'ygan. Agar insonni o'ziga tashab qo'yganda qanday ibodat qilardi ekan dedilar. Aslida Alloh taolo mana shu bandalariga mana bu farz, mana bu buyruq, bu amalni qilgan, mana bu qilmagan deganini o'zi Alloh taolo tomonidan bandasiga mehribonchiligi dedilar. Mana shunday ibodatlardan biri bandani Alloh taolo bergan, Alloh taolo o'zi izn bergan, Alloh o'zi halol qilib bergan, shariatimizda ruxsat qilib bergan jonliqni so'yishligini Alloh taolo ibodat darajasiga ko'tardi. Alloh taolo ruxsat bergan jonliqlar bu qo'y, echki, qoramol, mol oddiy yoki tuya. Mana shu 4 xil hayvon. Xoh uni o'g'li bo'lsin, xoh qizi bo'lsin, farqi yo'q. Urg'ochisi bo'lsin yoki erkagi bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu 4 xil hayvonni Allohning yo'lida qurbon qilib so'yishlikni Alloh ibodat darajasiga ko'tardi. Agar Alloh ruxsat bermagan boshqa hayvonlarni to'dalab so'ygan taqdirda ham Alloh taolo uni qurbonlikka qabul qilmaydi. Bir odamni aytaylik 400 kilo keladigan oti bo'lsa ham, ana shunaqa otdan 10 tasini so'ysa ham qurbonlik bo'lmaydi. Fil so'yganda ham qurbonlik bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi ruxsat bergan, Alloh halol qilib bergan hayvonlarni so'yishligi bu Allohning yo'lidagi ibodat hisoblanadi. Va Alloh taolo o'zi izn bergan, Alloh ruxsat bergan vaqtida so'yishlik ham bu qurbonlikni bir sharti hisoblanadi. Birinchisi, Alloh ruxsat bergan hayvonni so'yishlik va Alloh taolo ruxsat bergan vaqtda so'yishligi bu qurbonlikni shartlaridan hisoblanadi. Uni vaqti qachon? Uni vaqti Qurbon hayit bayram kunini, Qurbon hayit namozi o'qilgandan boshlab 3-hayitni shomiga qadar so'yishlik. Agar bundan oldinroq so'yib qo'ysa ham yoki undan keyin so'ysa ham u qurbonlik bo'lmaydi. Oddiy zabihadan bir zabiha so'yilgan hayvon bo'ladi xolos. Shuning uchun uni muhlati 3 kun davomida, ya'ni 3 kun hayit bayram kunlarida avvalgi ba'zida o'sha fiqh kitoblarida keltiriladi. Agar qishloq joyda turadigan odamlar bo'lsa, hayit namoziga borib kelguniga qadar agar uzoqlashib ketadigan bo'lsa, unda hayit namozidan oldin, ya'ni kun chiqqanidan boshlab so'ysa bo'ladi degan.
Kun chiqqanning o'zi aslida Qurbon hayit namozi ham kun chiqishligi bilan 15 minut o'tgandan keyin o'qilinadi. Mana shundan oldin agar kelishiga qadar vaqt cho'zilib ketadigan bo'lsa, Qurbon hayit namozdan avval so'yilsa bo'ladi. O'shanda ham quyosh chiqqandan keyin deyiladi. Quyosh chiqishidan agar oldin so'yilsa, ba'zilar hayitli qilaman deydi, kelgan mehmonlarga shunga bir sho'ro solib qo'yaman deydi, boshqa qilaman deydi-da, o tong saharda yoki bir kun oldin so'yiladi. Bu odamning qurbonlik bo'lmaydi. Qurbonlik bo'lishligi uchun u Qurbon hayit bayram kunlari so'yilishi kerak bo'ladi. Uni vaqti bor. Ana o'sha vaqtdagina u qurbonlik sodir bo'ladi. Qurbonlik qoramoliga, ya'ni bu jonliqlarga belgilab berilgan, albatta uni yoshlari ham e'tiborga olinadi. Kichkina zo'rg'a yurgan qo'zichoqni so'yib bir qurbonlik qilib olay desak ham bo'lmaydi. Yoki nom chiqarishlik uchun nima so'yibdi desa, bir tuya so'yibdi deb nom chiqarishlik uchun endi bir bo'talog'ini so'ygan bilan bo'lmaydi. Yoki kichkinagina bir buzoqni so'ygan bilan bo'lmaydi. Uni o'ziga yarasha yoshi bor. Qo'y va echkilarning yoshi 1 yoshdan o'tgan bo'lishi kerak. Qo'y bilan echkini yoshi 1 yoshdan o'tgan bo'lgan bo'lishi kerak. Qoramollarniki, mollarniki esa, endi qoramol deb bu nimasida keltiriladi, aslida mol. Ya'ni u oq bo'ladimi, sariq bo'ladimi, ola bo'ladimi, mol. O'g'ilmi, erkak, qizmi, xonojimi yoki ho'kizmi farqi yo'q. 2 yoshdan yuqorisi qurbonlikka yaroqli hisoblanadi mollarni. Undan kichkinalari qurbonlikka yaramaydi. Qurbonlikka yaroqli mol hisoblanmaydi. Mollarning yoshi 2 yoshdan o'tgan bo'lishi kerak. Shundagina uni fazilati ana qo'ydigidan darajati balandroq bo'ladi, savobi. Bir odam qo'y so'ysa yaxshimi yoki mol so'ysami desa, mol so'ysa yaxshi, qachoniki agar u 2 yoshdan katta bo'lsa. Mol so'ydim desa-yu, qo'ydan ham kichkina bo'lsa, u nomi xolasda uni, u qabul bo'lmaydi. Tuyaniki esa 5 yosh. Tuya haqiqiy qurbonlikka yaroqli bo'lishligi uchun u 5 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Ana undan keyin u qurbonlikka yaroqli hisoblanadi. Ana endi qurbonligini kimlar so'yadi? Kimlar so'yishlik vojib hisoblanadi? Qurbonlik so'yishlikka avvalo balog'atga yetgan mo'min musulmon inson va qo'lida nisobga yetgan mablag' miqdoridagi pulga ega bo'lgan odam. Muqim bo'lishligi, ya'ni safarda bo'lmasligi shart qilinadi. Ya'ni mana shu zakotdan ko'ra zakotning nisobi 84 gram tillani qiymatidagi mulk zakotni farzidan ko'ra bunda farqlanadi. Bundagi nisob yil 12 oy davomida uni mulki bo'lib turgan bo'lishligi shart emas. Bir odamni hayitdan 1 kun oldin ham qo'lida pul yo'q edi. Hayit kuni deganda shu 3 kun davomida uni qo'liga hozirgi kunda o'sha 35 million atrofidagi pul qo'liga tushib qoldi. Kelib qoldi. Shunga moligi bo'lib qoldi, shunga ega bo'lib qoldi. Mana shu odamning zimmasiga qurbonlik o'sha zahoti vojib bo'ladi. Hayit bayram 3 kun davomida shu insonning qo'liga pul tushib qoldi. 1 kun oldin ham yo'q edi, qodir emas edi. Endi bu nisobga yetganligi miqdori 85 gram tillak miqdoridagi pul mablag' qiymatdagi mulk deyiladi. Bu yil 12 oy uni mulki bo'lib turgan bo'lishligi shart emas, balki o'sha lahzada bo'lishligi. Va shu bilan bir qatorda zakotdagi hojati asliyadan bunda farqlanadi. Ya'ni ishlatib turgan, masalan, ijaradagi uylari ham bu qurbonlikda hisob qilinadi. Ijaraga berilgan mashinasi, ijaraga berib qo'ygan uyi, bir odamning o'zini yashab turgan, o'zini yashab kunini o'tkazayotgan uydan tashqari xoli turgan uylari ham, bog'roq, chorvoqlari ham hisob qilinadi. Hojati asliyadan tashqari hisoblanadi. Odamni o'zini ehtiyoji, kunlik kiyib turgan kiyimidan tashqari shkafida ilinib turgan qator kiyimlarning ham qiymati ana o'sha hojatidan tashqari deb qaraladi. Qurbonligini masalasi juda og'ir, juda ko'pchilikka vojib bo'ladi. Ko'pchilik dangasalik qiladi, lekin aslida ana o'sha qurbonligini nisobi juda ham e'tibor beradigan masala hisoblanadi. Hattoki ayollarimiz juda ko'pchiligiga qurbonlik vojib bo'ladi. Taqib turgan tillalariga
taqib turgan tillalari agar masalan 50 gram yoki 40 gram bo'ldi-yu, qo'lidagi puli masalan $1000. Qator-qator kiyimlari, hattoki uylaridagi turgan odamning debdi o'sha kunligidagi ishlatib turgan idish tovog'idan tashqari shkofida yasatilib turilgan o'sha haliga suverinlari, haliga piyodalar yoki qimmatbaho idishlari ham hojati asliyadan tashqari uni ham qo'shiladi debdi. Hattoki ulamolarimiz fatvoga muvofiq hozirgi kundagi odamlar uyidagi televizorlari ham hojati asliyadan tashqari hojatini qoplaydigan narsa emas deb qaraladi. Uni ham mana qurbonlik nisobiga qo'shiladi degan ekanlar. Hech narsam yo'q deb o'tiradi, $1000 televizorda qo'yib qo'ygan. Bu ham ana o'sha qurbonlikning nisobiga qo'shiladi. Ya'ni bir odamni yashab turgan o'zini har kunlik ishlatib turgan kiyim-kechaklari, har kuni ishlab turgan idish tovog'i, har kuni minib turgan mashinasi yoki ulovi, ishlatib turgan uydan tashqari bo'lgan aytaylik ijaraga berib qo'ygan mashinasi, ijaraga berib qo'ygan moli, ijaraga berib qo'ygan stol ustullari yoki kimdir yana ijaraga idish tovoq berib qo'yadi, ijaraga uylarni berib qo'yadi. Mana shular ham nisobga qo'shiladi degan ekanlar. Nisobga qo'shiladi. Qo'limda hech narsam yo'q, pulim yo'q qurbonlikka dedi, lekin haliginde ijaraga qo'yib qo'ygan $100,000 uyi bor. Yoki 10 sotiklik yeri, ekinzori bor. Bu ham hojat aslidan tashqari hisoblanadi. Qurbonlikda. Lekin zakotnikida bular hisob qilinmaydi. Qurbonlikniki masalasi juda ham ko'pchilikka vojib bo'ladi. Mana shu narsaga juda ko'p e'tibor berishimiz kerak. Juda ko'pchilik qurbonlik so'yishligi mana shunday masalalarda ba'zilar o'sha beparvo qiladi, lekin juda ko'pchilikka vojib bo'ladi. Demak, bizni kiyib turgan o'sha kunlik kiyimimiz, aytaylik ishlatib turgan idish tovoqlarimiz, yashab turgan uy xonalarimizdan tashqari taxmandagi turgan faqatgina o'sha mehmonlar uchun solinadigan ko'rpa to'shaklarimiz u mehmonxonalarimizda bekordan bekor turadigan o'sha osib qo'yilgan gilamlar ham hojati asliyadan tashqari hisoblanadi. Bularni qo'shishimiz kerak. Bu ham ana o'sha 84 grammning ichiga qo'shiladi. Mana shu narsalarni qo'shgan vaqtimizda bizni yig'gan o'sha hojat aslidan tashqari bo'lgan mollarimiz 84 grammdan oshsa, xoh erkak bo'laylik, xoh ayolimiz bo'lsin, xoh qizimiz bo'lsin, qizimizni to'yi uchun olib qo'ygan sepga yig'ib qo'yilgan pullar ham, tilla taqinchoqlar ham, kiyimlar ham bunga qo'shiladi. Ya'ni nisobga qo'shiladi bu ham e'tiborga olinadi. Buni chiqarib yuborilmaydi. Shuning uchun juda ham ko'pchilikka mana bu qurbonlik vojib bo'ladi. Buni albatta ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi, chunki qurbonlik bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan buyruq, vojib amal hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khayr. Qurbon qilinadigan tuya va sigirlarni biz sizlar uchun Allohning shiorlaridan qildik. Sizlar uchun ularda yaxshilik bordir. Bu so'yiladigan qurbonliklar Allohning shiori. Buni Alloh joriy qilgan. Bunda nima hikmat bor? Banda uchun qanday yaxshilik bor? Bizdan ko'ra Robbimiz yaxshiroq biladi. Dinning shiorimi ekan? Alloh taolo shuni shior qilib, ibodat qilib nomlabdimi ekan, joriy qilibdimi ekan? Banda shuni qilishlikka buyurilgan. Bo'ldi, bundan ortiq ilojisi yo'q. Alloh taolo bundan ham qiyin bo'lgan, bundan ham qattiq bo'lgan sinovni bizdan avvalgi bo'lgan va bizni payg'ambarimizdan avvalgi bo'lgan va payg'ambarlarning otasi bo'lgan Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalomning hayotlarida sinadi. Boshlaridan o'tkazdilar ular. Alloh taolo qodir ekanmi? O'zini bandasi bo'lgan, o'zini payg'ambari bo'lgan, suyukli halili do'sti bo'lgan Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalomni o'z o'g'illarini qurbon qilasan, so'yasan meni yo'limda deb buyurdimi? Demak, bu buyruq bizni ham boshimizga tushishligi mumkin edi. Alloh fazl bilan shu buyruqni ko'tardi. Nima bilan desa, shu farzandingni o'rniga bir qo'y so'ygin, qutulasan dedi. Alloh taolo agar o'sha hukmni joriy qilganda qiyomatgacha har bir farzand ko'rgan ota bitta farzandini Alloh yo'lida qurbon qilishligi zimmasidagi burchi, vazifasi, ibodati bo'lardi. Allohning mehribonchiligi bilan Alloh taolo buni almashtirib berdi. Ya'ni bir jonliq berishligi bilan
Alloh taolo bizlarni farzandlarimizni, avvalo balkim bilmasmiz, biz ham otamizni qo'limizda qurbon bo'lishlik qo'lib yo'q bo'lib ketishligimiz mumkin edi. Demak, Alloh taoloning shiori bu. Bu qachon bir bekorchilikda qilinadigan ish emas. Qilsa yaxshi, qilmasa bo'laveradi degan narsa emas bu. Bu vojib amal. Alloh taoloning shiori, dinidagi shiori, Alloh hukmlarining orasiga buni qo'shgan. Bu shunday ibodat. Bu ibodat deb qilinadi. Alloh Qur'oni Karimda yana A'udhu billahi minash shaytonir rojim fasolli li robbika vanhar dedi. Bas Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling deb buyurdi Kavsar surasida. Demak, Allohning buyrug'i bu. Qurbonlik qiling deb buyruq bu Robbimizning buyrug'i. Mana shu maqsadda inson qurbonlik qiladi. Qurbonlik bu har yili takrorlanadi. O'tgan yili so'ydim, yana so'yamanmi? Har yili so'yasiz. Har yili shu odam mana shu mulk yuqorida aytganimizdek nisobga yetadigan darajadagi mablag'ga ega bo'lib turibdimi? Naqd bo'lish shart emas. Boroqlari ana shuncha. Olib qo'ygan, ijaraga berib qo'ygan mollari mana shuncha. Kiyib turgan kiyimidan tashqari kiyimlari shkafga osilib tushib ketyapti. Haligi terib qo'ygan idish tovoqlari sinib ketaman deb turibdi. Haligi shkafni to'ldirib. Televizorlarni endi haligi qiyshiqlari turibdi mana bunaqa avvalnilari. Qo'limda pulim yo'q, endi so'ya olmayman. Qarz olib so'yadi shu odam. Qarz olib bo'lsa ham ana o'sha qurbonlikni so'yadi. Mabodo debdi bir inson dangasalik qilib yoki yalqovlik qilib yoki beparvolik qilib shu qurbonlik hayit kunlarida so'ya olmasa, qurbon hayit kunlaridan keyin bitta qurbonlikka yetadigan darajadagi mablag'ni xayr ihson qilib sadaqa qilib beradi. Shu zimmasida qoladi, shu gardanda qarz bo'lib qoladi Allohning oldida. Va mana shu qurbonlikka yetadigan darajadagi mablag'ni sadaqa qilish bilan bir qatorda hayitdan o'tgandan keyin va shu bilan bir qatorda debdi ulamolarimiz istig'for ham aytadi debdilar. Men o'zi dangasalik qilman. Alloh seni bergan shuncha moli dunyongni qadrlamasdan o'zingni yo'lingda qurbonlik qilishim kerak edi. Dangasalik qilib, yalqovlik qilib yoki eshitmasdan, bilmasdan pulimni yaxshi ko'rib so'ymabman. Parvardigor endi meni kechirgin deb ham uni sadaqa qilaveradi, ham Allohga istig'for aytadi. Yaxshi ham qutulib qoldim demaydi. Esimdan chiqqani yaxshi bo'ldi-da demaydi. Balki nega qo'shnim qilib turgan qurbonlikni men qila olmayman? Alloh taolo buyurib turgan amrni nega qilmasligim kerak deb inson o'ziga savol beradi. Va buni hattoki qurbon hayit bayram kunlari so'yilmagan taqdirda ham uni nafaqasini beradi. Ko'pchiliklarimiz mulkka kelganda otamniki, onamniki deb qutula qoladi. Lekin haq nuqtai nazardan hamma o'zini haqqini bilib olishi kerak. Bu uyati yo'q. Nega desa, bu otamnikimi yoki menikimi? Ba'zi shunday otalar bilan yashaydigan o'g'illar bor. Farzandlar aralashtiradi. Haqqini ajratib olish kerak. To'xtang, ota, mana turgan mashina kimniki? Siznikimi yoki menikimi? Ana u ijaraga berib qo'ygan uyimiz siznikimi, menikimi? To'xtanglar. Bitta odam bitta katta qo'ydi so'yib, ana oilaviy bitta qurbonlik qilardik. Vaholanki uni xotinida ham qurbonligi vojib bor. Ana bolalarini har bittasini tutab turgan zavodlari bor, yurib turgan haligi tijorat do'konlari bor. Har bittasiga bittadan qurbonlik vojib bo'ladi. Bitta uydan, katta bir uyda 5 kishiga so'yiladigan qurbonlik alohida vojib bo'ladi. Hammanikidan bitta so'ysak hammamizdan soqit bo'ladi deb qutulmaydi. Chunki har kim o'zini qabriga o'zi kiradi. Bu qurbonlik, bu Alloh taoloning ibodati, buyurgan buyrug'i har kimdan shaxsan o'zidan so'raladi. O'zini zimmasidagi vojibni o'zi ado qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lan yanalalloha luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kazalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum va bashshiril muhsinin. Sadaqallohul azim. Alloh taologa qurbonlik go'shtlari ham, qonlari ham yetib bormaydi. Lekin u zotga sizlardan taqvo yetadi. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sababi u zotni ulug'lashingiz uchun ularni, ya'ni bu jonliqlarni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Ezgu ish qilguvchilarga xush xabar bering deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo qonxo'r emas, Alloh taolo go'shxo'r emas. Go'sh so'y demaydi, Alloh qonga muhtoj emas. Ba'zilar bir odam o'lsa Allohga kerak ekanda opti deb qo'yadi.
Allohga insonning jismi ham, ruhi ham kerak emas. Alloh muhtoj emas ruhga. Muhtojligidan bir yaxshi odamini shu odam menga kerak edi, yaxshi oldimmi, jonini oldim deb Alloh unga haris emas, ishqiboz emas. Xuddi shu singari biz so'yadigan qurbonlikni qoniga ham Alloh muhtoj emas. Alloh qonxo'r emas. Alloh uni ruhiga ham muhtoj emas. Uni go'shiga ham Alloh muhtoj emas. Allohga sizni so'yatgan qoningiz ham yetmaydi, go'shingiz ham yetmaydi. Unga sizni taqvoyingiz yetadi deydi Alloh. Siz taqvo qilasiz. Alloh buyurganligi uchun so'yapman deysiz. Mana shu narsa yetadi. Alloh taoloning qarang marhamatini, so'yilgan qurbonlikni go'shini Allohga otmaymiz. "Ma, senga kerak ekan" demaymiz. Ummati Muhammadning fazlini qarang. Hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalomgacha bo'lgan, Odam alayhissalomdan Isa alayhissalatu vassalomgacha bo'lgan qurbonlik ibodati bor edi. Ularning qurbonliklari har bir shaxs so'yilgan qurbonligini go'shidan o'zi yeyishligi harom edi. O'zi yeya olmas edi. Hazrati Isa alayhissalatu vassalomgacha xuddi shunday edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hadislarini birida aytdilar: "Sizlarni qurbonlik go'shtlaringizni 3 kundan keyin yemaslaringizga buyurardim. Endi sizlar uchun halol qildim, uni yeyaveringlar" dedilar. Uni hattoki yig'ib ham, ya'ni saqlab ham qo'yinglar. Ya'ni 3 kungacha saqlashlik mumkin emas edi islomning avvalida. Yana payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ana endi 3 kundan keyin bemalol saqlab, uni bemalol yuringlar dedilar. Qarangki, ummati Muhammadning fazli qurbonlik go'shtiga o'zimiz muhtoj ekanmiz. Masalan, oilamiz katta, ehtiyojimiz bor, xolodilniklarimizga ikkitadan qo'y sig'ib ketadigan darajada katta-katta muzxonalari bor. Bahalli qilib ketdi-da, endi shuncha qo'y, shuncha go'sht bozordan olib sotayotamanmi? Muzlatib qo'ysam, u qish bilan yerkanman. Mayli, yaxshi ko'rdik. Shunga ham Alloh izn beribdi-da. Hammasini hattoki bosib qo'ysak ham Alloh bizga buni ayb qilmas ekan. Ummati Muhammadning fazlini qarang. Bundan ortiq yana qanaqa ibodat bo'lish kerak? Yana qanaqa yengillik bo'lish kerak? Qurbonlikni so'ysak-ku, go'shini hammasini o'zimiz yesak ham Alloh izn berib tursa. Mayli saxovat qilsangiz, mustahab deb ulamolarimiz ana endi yaxshi taqsimoti bir qismini o'zingizga olib qoling. Bir qismini mayli pishir-kuydi qilib mehmon kuting. Yana bir qismini kambag'al beva beshora, qavm qarindosh, yaqinlaringizga, qo'ni-qo'shnilarga ulashing. Bu endi afzali debdilar. Endi bir odam o'zi to'q, har kuni go'sht arimaydi. Ana endi bu odam hammasini tarqatib olsa, o'sha muhtoj joylarga berilsa, ana bu endi fazili bu. Lekin taqsimotida ixtiyorli qarang, hatto Alloh taolo izn berdiki, o'zimizga hatto yeyishlikka. Avvallar unday bo'lmagan. O'zimiz so'ygan qurbonlikdan o'zimiz yeb tursak, uni hatto hammasini ham bosib qo'yib, oylab uni yeyishlikka ham Alloh izn bersa, yana bunday qanday yengillik kerak bizga? Mana bu ibodatdan albatta foydalanishimiz kerak. Bu ibodatda inson uchun koni foyda bor, yaxshilik bor, xayr, saxovat bor, uning uchun savob bor, ulug' darajat bor. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom muborak hadislarida bu haqida shunday marhamat qilib aytdilarki: "Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Kimiki agar bir qurbonlikni sidqi dildan qilsa, yaxshi ko'rib qilsa, ixlos bilan qilsa, o'sha so'yilgan qurbonligini savob umidida qilsa, nom chiqarish uchun emas, maqtanish uchun emas, yoki bir xasislik qilib zo'rg'a so'yish emas, balki sidqi dildan yaxshi ko'rib, savob umidida qiladigan bo'lsa, ana o'sha qurbonlik o'sha kishi uchun do'zaxdan parda bo'ladi degan ekanlar. So'yilgan qurbonlik o'sha banda uchun, so'ygan qurbonlik qilgan shaxs uchun qiyomat kunida jahannamga hijob, to'siq bo'ladi degan ekanlar. Azimu zahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Qurbonliklaringizni ulug' qiling, katta qiling, haybatli qiling. Chunki ular qiyomat kunida sizlarga sirot ko'prigida ulug' bo'ladi deganlar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni o'sha qurbonligimiz inshaalloh qiyomat kunida kelar ekan, talashar ekan. Bu banda meni birinchi so'ygan, seni keyin so'ygan, men o'tqizaman deb sirot ko'prigidan o'tishlik uchun ulug' bo'lib kelar ekanda. Ana o'sha so'yilgan jonliqlarimiz kelar ekan. Sen meni u dunyoda foniylikdan boqiylikka aylantirgansan. Sen tufayli men
bu dunyoda mana shunday holatda turibman. Chiq menga, men o'zim seni olib o'taman deb sirot ko'parigidan o'tkazar ekan. Qurbonliklaringizni katta qilinglar. Qiyomat kunida sirot ko'parigida ular sizlar uchun ulug' bo'ladi, markab bo'ladi dedilar. Demak, so'yiladigan qurbonliklarimiz ham jahannamga qalqon, jahannamga hijob to'siq bo'ladi. Ham uni foydasini o'zimizda qoldiramiz. Qarang. Ham infoq qilganimiz uchun alohida yana bitta savob. Yana bitta masalan qavmi qarindoshimiz bir yetim yesirni holdan xabar olganimizga yana bitta alohida unga alohida ajr savob. Va sirot ko'prigida ulug' bo'lib tursa, mana bu narsa mo'min musulmon uchun albatta bir fazilatli amalga aylanishi kerak. Hazrati Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qizlari Fatima radhiyallohu anhoga aytdilar: "Ey Fatima qizim, bor qurbonligini so'yilayotgan vaqtida uni tepasida turgan. Guvoh bo'lib turgan. Qurbonligini so'yilayotgan vaqtida uni tepasida turgan, guvoh bo'lgan. Chunki har bir so'yiladigan qurbonlikdan ilk qatra qon tushmasdan Alloh subhanahu va taolo seni gunohingni kechiradi" dedilar. Hali qoni tushmasdan, ilk qoni yerga tushmasdan seni Alloh gunohingni kechiradi dedilar. Shunda Hazrat Fatima radhiyallohu anha onamiz aytdilarki: "Ey Allohning rasuli, bu qiladigan ishim, ya'ni qurbonlikni tepasida turishligim faqatgina bu oli bayt, bu payg'ambar avlodlari oilasi uchunmi, xosmi yoki boshqa musulmonlarga hammi?" dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Bu amal biz uchun va barcha musulmonlar uchun umumiydir" dedilar. Demak, har bir mo'min musulmon inson qurbonlik so'yar ekan, uni tepasida turishligi, so'yishlik vaqtida takbiri tashrih aytishligi kitoblarda keltiriladi. Ya'ni so'yayotgan vaqtida ham "Bo'pti, so'yaver mayli" demasdan sal diqqat e'tibor bilan boshqa so'yiladigan, masalan, to'yga so'yadigan jonliqlarning tepasida turish bor yoki aqiqada so'yish turish bor. Lekin qurbonlikni hattoki jonlig'ini ham e'tiborga olib, hatto mustahab amaldan deyilgan boshqa jonliqlardan ko'ra alohida yuvib tarab, hattoki o'sha bo'yinlariga qo'ng'iroqlar osib qo'yishlik mustahab amal deyiladi. Ajrab tursin. E'zozlab yaxshi ovqatlarni berib tursin deyilgan. So'yishidan oldin uni erkalasin deyilgan. Uni boshini silasin deyilgan. Qarang. Bo'pti, qurbonlikni bitta qo'yib olganda so'yib olgan demasdan borib o'zingiz, hatto aytilinadi, qurbonlikni so'yishlikka, jonliqqa bosadigan har bir qadamiga savob beriladi. Har bir sanagan o'sha puliga alohida Alloh ajr beradi deyilgan. Borib uni vaqtingizni o'tkazib, tanlab, savdolashib uni olishlik qanday ibodat bu? Va ana o'sha so'yilayotgan vaqtida ham uni tepasida turib, imkon qadar agar vaqtingiz bo'lsa, bemalol uni o'sha yungini ushlab turib, takbiri tashrih, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd deb ana u takbiri tashrihlarni aytishlik va undan keyin uni ana o'sha maqbul bo'lgan duolarni aytishlik. Allohumma hadha minka va laka. Parvardigora, bu o'zi sendan edi va sen uchun so'yyapman. O'zi buni sen berding. Bunga qodir emas edim. Alloh buni sen berding va sen yo'lingda so'yyapman. Allohumma taqabbal hadha anni. Ey Parvardigora, bu qurbonlikni mendan qabul qilgin. Kama taqabbalta min habibika Muhammadin sallallohu alayhi va sallam va khalilika Ibrohim alayhi assalam. Ey Parvardigor, buni mendan qabul qilgin. Xuddi Habibing Muhammad alayhi salatu vassalomdan qabul qilganing va Hazrati Ibrohim alayhi salatu vassalomdan qabul qilganing kabi mendan ham qabul qilgan deb ana o'sha qurbonlikning tepasida turib duo qilishlik bu mustahab amallardan hisoblanadi. Mana shunga doir albatta buni yana bir hukmlarini, masalalarini bilib qo'yishimiz kerak. Eng dolzarb bo'lgan masalalardan hozirgi kunda aynan ko'p so'raladigan savollardan biri mana shu so'yiladigan qurbonlikni taroziga tortib uni pulini berishlik. Bu masalani to'g'ri tushunib olishligimiz kerak. Qurbonligini to uni mulk qilib, qabz qilib qo'limizga kiritmagunimizcha u qurbonlik bo'lmaydi. Toki uni bir qurbonligini ajratib, bo'ldim, bu meni nomimdan, men buni oldim, endi so'yaman yoki so'ydim demaganimizcha u qurbonlikka yaramaydi, bizdan qabul bo'lmaydi. Xuddi shu ma'noda bir odam qassobga borib yoki bir qo'y bozoriga borib turib, o'sha yerdagi turgan qassoblarga hozir shu qo'yni so'ygin,
bitta qo'yni so'yganingdan keyin taroziga qo'yamiz go'shtlarini, ana o'sha go'sht necha kilo chiqsa, ana o'shanga 100 mingdan yoki 90 mingdan pul beraman desa, bu savdo botil savdo hisoblanadi va qurbonligi qabul bo'lmaydi. Bu odam qo'y sotib olgan bo'lmaydi, balki go'sht sotib olgan oddiy oluvchi bo'ladi xolos. Bu qurbonlikka yaramagan ish bo'ladi. Endi bir inson hozirgi kundagi urf avvallari hozir ham bor, masalan, qo'y bozorlarda, mol bozorlarda shular etini ushab, jag'ini ushab, tishini ko'rib yoki bunda ko'tarib ko'rib, nech kilo chiqishligini biladi va o'sha qiladigan go'shini taqsimlab o'rtacha mana shuncha bir 50 kilo go'sht qilar ekan. 50 kilo go'sht, masalan deylik, qo'y go'shti 85 ming, 90 ming yoki 100 ming bo'ladigan bo'lsa, mayli 50 kilolik qo'y nech foizi chiqariladi? 40% chiqariladimi kalla pachasiga? 40% yoki 35%ni kalla pachasiga chiqarib yuboraman. Hali qo'y turibdi. O'rtacha 50 kilo, xohlasin uni ko'tarib ko'rsin, xohlasin taroziga qo'ysin. Boshi turibdi, tirik hali. Taroziga qo'ygandan keyin u masalan 50 kilo bo'lib, shundan 35%ni kalla pachasiga chiqarib oldida, narxni belgilashlik uchun taroziga qo'ydi. Ya'ni qo'yni sotib olishlik uchun narxni belgilash uchun taroziga qo'ydi. Bu joiz. Bunday qilsa joiz. Ya'ni narx chiqarib olishlik kerak, savdo qilishlik uchun uni kilosini pulga chamalashlik uchun taroziga qo'ysa bu joiz. Qo'yib turib masalan 50 kilodan o'rtacha masalan 35 kilo go'sht chiqar ekan. Mayli, shu 35 kilo taxminan aytaylik 80 ming so'mdan mana buncha pul bo'lar ekan. Mana shu qo'yimning narxi, go'shimni emas, mana shu tirik turgan qo'yimni narxi o'rtacha deylik masalan 3 millionga to'g'ri kelar ekan. Sizga shu 3 millionga sotaman desa, mana bu savdo durust. Qo'y hali so'yilgan yo'q, boshqa qo'y yo'q, faqat o'sha pulini chamalashlik uchun, narxini chiqarib olishlik uchun taroziga qo'yish yoki chamalashlik uchun u mumkin. So'ygan tayyor go'shinga kim pul sanayman deyishligi u noto'g'ri. U qabz qilinmagan, balki narxi to'lanmagan, u olinmagan molni qurbonlik qilishlik yaroqsiz hisoblanadi. Shuning uchun avval uni qabz qilib olishi kerak va ana undan keyin uni so'yishi kerak bo'ladi. Yana bir masala, qurbonlik go'shtlarini mana qurbonlik shu jonliqlarini ulamolarimiz aytdilar, o'zi umuman qassoblarning odobi bo'lishi kerak. Mana shunday shar'iy hukmlarga amal qilishlari qurbonlikni xoh u qurbonlik moli bo'lsin, xoh u kunlikka so'yiladigan jonliq bo'lsin, uni og'zi bilan terisiga pulashlik makruh hisoblanadi. Qaytanga o'sha nasos bilan pulashlik afzal hisoblanadi. Nega desa, chunki insonning ichidan chiqadigan nafas, hattoki payg'ambar alayhisolatu vassalam bo'sh idishga nafas olishlikdan va idishda turgan ovqatni ustida nafas olishlikdan qaytarganlar. Ya'ni nafas olib turib xo'q bu ichaverishlik yoki nafasi olganda yoki pulab ichishlikdan payg'ambar alayhisolam qaytarganlar. Xuddi shu singari inson ichidagi nafasini ana o'sha qo'yni ichiga pulashligi u ozuqa, u ovqat, u go'sht, u mahsulot yeydigan ozuqa hisoblanadi. Ana o'sha go'shtga kirayotgan nafas ham makruh amal hisoblanadi. Shuning uchun qo'yni pulash bo'lsin, molni pulash bo'lsin, uni nasos bilan yoki maxsus biror bir apparat bilan pulashlik afzal hisoblanadi og'izda pulagandan ko'ra. Ha endi odam harommi? Yo'q, uni og'zidan chiqayotgan nafas makruh hisoblanadi. Har xil o'sha mikrob payg'ambar alayhisalom qaytardilarmi? Oddiy issiq choyni pulab ichishlik makruhmi? Ichadigan suvimiz makruhmi pulashligimiz? U yeydigan ozuqamiz u. U xom bo'lsa ham go'sht, uni yeymiz. Unda uni puflanmaydi. Mana shu ma'noda shu qonun qoidalarga albatta rioya qilib qo'yishimiz kerak. Inshaalloh qurbonligini so'yish masalalari juda ham o'zi talaygina, imkon qadar bularni kitoblardan, yana Qurbon hayit bayram kunlarida yana buni inshaalloh davomini yetkazamiz. Alloh hammalarimizga mana shu kunlarda qiladigan toat ibodatlarimiz, so'yadigan qurbonliklarimizni Alloh qabul aylasin. Xosatan mana inshaalloh Arafa kunlari yaqin kelyapti. Mana bu Arafa kunini shunchaki o'tkazib yormaylik. Arafa kunini fazilatini payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam muborak hadislarda aytganlarki, Alloh subhanahu va taologa Arafa kunichalik insonlarni do'zaxdan ozod qiladigan kun yo'q deganlar.
eng ko'p do'zaxdan ozod bo'ladigan kun Arafa kuni. Duolar ijobat bo'ladigan, Allohu taolodan nolalar, istig'forlar qabul bo'ladigan kunlarning afzali bu Arafa kuni. Buni g'animat bilishimiz kerak. Shunchaki o'yin, shunchaki kulgi bilan o'tkazib yuborishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam al-hajj arafatun deganlar. Hattoki haj bu Arafadan iborat deganlar. Arafa kunida Arafat tog'ida bir lahza ham turmasa, haji qabul bo'lmaydi. Aslida Qurbon hayit bayramining hikmati Arafa kunini fazilatidan, Arafa kunini sababidan Alloh subhanahu va taolo Qurbon hayit bayram kunini ertasi kuniga Alloh taolo bayram qilib bergan musulmonlar uchun. Shuning uchun Arafa kunini g'animat bilishimiz kerak. Bu kunda eng yaxshi takbir La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana bu tavhid kalimasini aytishligimiz, takbiri tashriqlarni aytishligimiz. Albatta mana bu hayit namoziga chiqishimizda imkoni bo'lganlar og'izni yopib chiqishligi deyilgan, ya'ni hech narsa yemasdan chiqishligi mustahab amal. Qorni ochadigan darajada bo'ladigan bo'lsa, unda bir piyola suv ichib olsa bo'ladi. U Ramazonda og'zini ochib chiqish kerak edi. Bu Qurbon hayit bayramida afzal bo'ladi. Hech narsa yemasdan chiqib, agar imkon bo'lsa, o'sha so'yilgan bor qurbonligini so'yib, o'sha ilk bor ana o'sha qurbonlik go'shtidan yesa bu afzal. Agar imkoni bo'lmasa, kirib bemalol choyini ichishligi mumkin. Alloh hammalarimizga mana bu Arafa bayram kunlarini, Qurbon hayit bayram kunlarini hammamiz uchun muboraklik qilsin. Ushbu ulug' kunlarda bizlar uchun qanday ulug' fazilat va barakot, savoblar, rahmatlar bo'lsa, Alloh hammalarimizdan bizlarni o'zi nasibador aylasin. Kirib kelayotgan mana bunday ulug' bayramlar hammamizga muborak bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik va sallallohu va sallama ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.